tashlaymiz. Shakarni solib olib, vanilin o'lchab qo'ygan narsalarimizni, vazelinlarni solib olamiz. Orqasidan elangan un yana bir marta yalab solib olamiz. Duxovkamiz oldindan qizirilgan bo'ladi. 180 gradusda 30 minutda pishib chiqadi. Shunaqa oppoq massa holiga kelganda uni dingaytib oldin tayyorlab qo'ygan qolipimizga joylab olamiz. Keyin tayyor bo'lganini duxovkaga dingaytib yuborib, olib, yechintirib, strichlab, shimoliy qutbga jo'natib yuboramiz. Keyin men morjin kremdan foydalandim. Buni 7 minutda mikser qilganingizda qatib tayyor krem holiga keladi. Buni ustiga ham, orasiga ham surkab qo'ysangiz bo'ladi. Shunaqa oldirganingizda ham to'kilmaydigan, qimirlamaydigan krem bo'ladi. Keldi, mana uni yechintirib, strichdan olib, tayyorlab, endi buni ustini va o'rtasini ikkiga bo'lib, chiroyli qilib kesib olamiz. Chunki bizga tekis bo'lishi kerak, tekis sort kerak. Ustidan asad-kesini duxovkaga qo'yib, qizdirib, o'shoq holiga keltirib olamiz. Bizda shakar bilan suv aralashtirib, shirin suv qilib, ichiga sirop qilib qo'yamiz. Men shunaqa naslkadan foydalandim. Aynan shunisidan foydalanib, mana qanaqa to'g'rilanishlarini ham ko'rsatib ketganman. Bunga to'ldirib, kremimizni solib, shunaqa qilib chiqamiz. Keyin oxiri bo'lmadi, lopatkada solib tekizlab tashladim. Tekizlab, yonlarini ham tekizlab olganimizdan keyin banan terib chiqamiz o'rtasiga, qalin qilib, xohlasangiz ko'proq, xohlasangiz bunaqa termasdan chalkash qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. O'zingizga qarab, tabingizga qarab, xohlasangiz shkart bilan bezasangiz bo'ladi. O'rtasini ham bananni shunaqa qilib terib oldim. Keyin ustiga yopib, yana shirin suv siropini qo'yib, ustidan krem solib, tekizlab tashladim. Yonlari bilan bir xilda qilib tekizlab olsak, qiynalmaymiz o'zimiz. Keyin tekiz bo'lgan tortimizga duxovkaga tiqib qo'ygan ushog'imizni sepib chiqamiz yonlariga. Keyin ting qilib tumaloqchalar chizib, ustiga bananlarni terib bezashni boshlaymiz. Bezashni ham xohlagan fantaziyangizga qarab bezataverasiz. Menga bir nimalar keldi. Uyda bor mevani ishlatib shunaqa narsalar paydo qildim. Qanaqa bezatishni bilmay, 3 burcha 4 burcha qilib tashladim. O'rtasiga mandarin terib, ustiga krem qo'ygan bo'ldi-da. Bo'sh joylariga krem bilan to'ldirib chiqsangiz bo'ladi. Shu o'rtadagi krem yuqori chiqdi. Keyin yonlariga ting qilib naqshni qilib, ana tayyor yoqimli ishtaha.